birinchi qadamingiz sizning nima bo'ladi? Borib, uyni ko'rish. Birinchi o'rinda siz qanaqa uy xohlayapsiz? Qayerdan xohlayapsiz? Balki shaharning o'rtasidan xohlamayotgandirsiz. Bitta dacha olishni xohlayotgandirsiz. Balki kvartira olishni xohlayapsiz. Ana shu narsani oldin o'zingiz aniqlab olasiz. Uy olishni xohlayman, uyim bo'lsa ekan, uyim olishni xohlayman, uyim bo'lishini orzu qilaman desangiz hech qachon amalga oshmaydi dedim. Kecha ham aytdim. Uni aniqlash kerak. Oydinlashtirib bering dedim. Aniqlab oling. Qayerdan uy olmoqchisiz? Qanaqa uyni xohlaysiz? Xo'p, shaharning markazidan, shaharga sentrdan olmoqchisiz. Borib ko'rasiz, izlab ko'rasiz. Qadam bosib ko'rish kerak. Borib ko'rmay turib, uydan chiqmay, uyda turib orzu qilganingizda, voy, uyim bo'lsa ekan, uyimga borib turib ko'chib qolaman desangiz, hech qachon amalga oshmaydi. Borib ko'rasiz, narxlarini ko'rasiz, xonasini ko'rasiz, miyangizga tanishtirasiz. Mana shu komfort zonada turganingizda, komfort zona ko'pdan ko'p odamlar ushlab qoladi. Mana shu komfort zonada uyingizda turib ham, uyim bo'lsa ekan desangiz, siz mana shu ustida o'rab turgan narsani siz yorib chiqmadingiz. Komfort zonadan chiqmadingiz. Ana shu komfort zonani yorib chiqib, borib ko'rganingizda o'sha atmosferani his qilasiz, hidni his qilasiz, mana detallarni ko'rasiz, miyangizga boshqacha g'um-shum odamlar o'tishi, qaytishi, o'sha hamma narsani ko'rganingizdan keyin tana harakatga tushadi. Butun tana, hujayra, quloq, eshitish, hamma bizning beshta eshitadigan hamma narsamiz, his qiladigan hamma narsa ishga tushadi. Tezlashib ketasiz hayotingizga tortib olishi. Borib ko'ring. Chiqib ko'ring, nechinchi xonalarda bor, qayerlarda bor, qayer sizga yoqadi. Ana shu joyni borib ko'rib, demak, men shu yerdan olib ko'raman. Pulim yo'q-ku, pulim bo'lsa olaman emas. Puli bordek. Pul keladi. Siz maqsadni qo'yganingizdan keyin keladi pul. Kecha ham tushuntirdim. Pulni maqsad qilib dedim, to'siq qilib qo'ymang dedim. Pulni olib tashlang dedim. Borib turib miyangizga ko'rsatganingizdan keyin tayyorgarlik ko'rasiz. Ana shu narsaning orasida. Masalan, men bitta kvartira yo uy haqida aytyapman, hamma o'zinikini olib ko'raversin. Ko'ylak olmoqchidirsiz, qimmatbaho yoki bo'lmasa qandaydir ish joyingizni ochmoqchidirsiz, kosmetolog bo'lib turib salon ochmoqchidirsiz, yoki bo'lmasa nima deydi, tikuv xonangizni ochmoqchidirsiz, hammaniki har xilcha. Ana shunda borib ko'rib, ana shu birinchi qadamni qo'ydingiz. Birinchi qadam ana shunday qo'yiladi. Masalan, bitta tanishim bor edi, bitta o'quvchim, puli bo'lmaganda ham shuni aytganimda, pulingiz bo'lmasa ham borib ko'ring deganimda kulardi. Bitta oshnam bilan birga boraman, borib ko'rardik. Puli borlarday borib, ana shu nima deydi, uchastkada yer sotiladi-ku, yerlarni borib ko'rardik. Hamma oldimizdalar kulardi ustimizdan. Sizlar pullaring bo'lmasa, ahmoqmisan? Nima uchun borasan? Puling bo'lsa borasan deb. Kistangda hech narsa yo'q. Nima qilasan borib? Yo'q, u tayyorgarlik. Pulingiz bordek his qilib borib tayyorga ko'rishasiz, gaplashasiz, atnishini qilasiz, miyangizga aniqlikni ko'rsatib berasiz. Kim miyada ushlab turgan qiyin deb turgan narsani yechib yuboradi. Oson ekan-ku deydi. Ana sizga siz bilan muomala qilayotgan odam, "Yo'q, bunday qilsangiz oson bo'ladi, bunday qilsangiz ham qulayligi bo'ladi. Siz buni bo'lib to'lashingiz mumkin, yarmini to'lashingiz mumkin, bir oyda to'lab qo'yasiz yoki buni qarang komfortligini, bu yerda magazin bor, bu yerda qulayligi bor, bir soatda yetib kelasiz" deb sizga qulayligi ko'rsatilaveradi. Siz birinchi qadamni bosganingizdan keyin sizga imkoniyatlar ochilaveradi. Kecha aytdim-ku, qo'rqqan narsangizni qadam bosib ko'ring. Qadam bosib ko'rganingizdan keyin yo'l ochiladi dedim. Qo'rquvingiz pastga tushadi, kamayadi dedim. Shuning uchun siz qadamlarni ana shunday boshlashingiz kerak. O'rtadagi taksi bilan sentrga borish uchun siz birinchi qadam, birinchi ostanovkaga taksi zakaz qilish, taksiga o'tirish, borasiz, yo'lni tomosha qilasiz. Yo'ldan borib, shu yerdan ketyapman, shu yerdaman, to'g'ri lokatsiya ketayotganini bilib, maqsadingizga aniq yetib borasiz. Maqsadingizni taksi ko'rinishida ham aytayapman, his qilib ko'ring. Xo'p, men nima xohlayman? 365 ta maqsadim bor, 50 ta maqsadim bor, 10 ta maqsadim bor. Kecha aytdim-ku, sizlarga filni chuchvara qilib bo'lib yeng degan ibora bor. Shu zo'r qarang. Sizning katta maqsadingiz bor, fildek. Filni yiqitish qiyin-ku. Qo'rqasiz, fil katta deysiz. Bir siz amalga oshirmoqchi bo'lgan narsangiz siz uchun katta bo'lib ko'rinadi, qo'rqitib ko'rsatadi, to'g'ri. Lekin filni bo'lakka bo'lib, chuchvaraga solingan go'shtdek bo'lib yeyish. Qarang, filning go'shtini yeying demayapti, bu yerda majoziy ma'noda. Qarang. Kam-kamdan, qadamma-qadam. Mayli, sizni bir kunda o'xshamasin, bir yilda o'xshamasin, lekin siz mana shu 2 ga bajarishga ruxsat bering o'zingizga. 2 ga. Mana shu maqsadingizga erishish uchun 2 ga bajarishga ham o'zingizga ruxsat bering. Mayli, 2 ga bajarsam ham bajaraman deng. Bizlarda ko'pdan ko'p a'lochilik sindromi bor, hammada bor, maktabda bo'lgan, oilada qara ukangni qara, singlingni qara, bu dugonalarni qara, 5 ga o'qidi. Bu 5 ga o'qib turib katta nimalardir olyapti, iftixornomalar olyapti. Sen bo'lmayapsan deganda ichida odam ana shu paytda raqobat boshlanadi. Men qilmayapman, men o'xshamayapman, men ham qilishim kerak, odamlarda o'xshayapti, menda o'xshamayapti. Nimaga odamlarda o'xshaydi, menda
o'xshamaydi. Ichingizda solishtirish boshlanadi, raqobat boshlanadi. Raqobat ana shu bolalikdan boshlab raqobat. Hozir ham his qilib ko'ring, ana shu maqsadlaringizga erishishda raqobat bordir. Men erishishim kerak, men harakat qilishim kerak, hammada o'xshayapti, menda o'xshamayapti. Bu balki raqobatdir, qarang. Yo'q, raqobat emas. Siz 3 ga bo'lsa ham, 2 ga bo'lsa ham, emillab toshbaqaga o'xshab harakat qilsangiz ham siz harakat qilyapsiz. Birinchi qadamni qo'yyapsiz, ikkinchi qadamni qo'yyapsiz, uchinchi qadamni qo'yyapsiz. O'ziga ruxsat bering shu kundan boshlab. Ana shu a'lochilik sindromidan chiqish uchun mayli deng, o'zingizni tinchlantiring. 3 ga bo'lsa ham bajaraman deng. Ana shunda sizda vahshiy ko'rasiz. Hammasi tezlashib ketadi. Sizni qiynayotgan narsa ana shu. 5 ga o'qishim kerak. Hamma maktabda qarang, kiloskom bo'ladi, nima tozalik komissiyalari bo'ladi. Tozalik komissiyasi bo'lib deb turib, xuddiki u bir qandaydir niqobga kirib oladi, boshqalar selkasini qisib turish kerak. Bir past urovga tushganday. Demak, men ham shunday bo'lishim uchun men ham o'qishim kerak, 5 ga o'qishim kerak deb harakat qilaverasiz. U nimani olayotganingiz, nimani o'qiyotganingiz umuman esingizga ham kelmaydi. 5 uchun harakat qilganmiz. Hammada mana shu narsa qiynaydi. Lekin siz bugundan boshlab bilyapsiz, yo'q, men 2 ga bo'lsa ham maqsadimni amalga oshiraman. Bitta narsa qilyapsiz, bugungi kunda bitta narsa qildingiz. 2 ga bajarsangiz ham, toshbaqaga o'xshab harakat qilsangiz ham, siz harakat qildingiz. Ana shu bilan o'zingizni rag'batlantirib qo'ying. Men qildim, bitta narsa qildim. Birdan hammasi o'xshab ketmaydi. Birdan mo'jizalar bor bo'lgan. Mo'jizalar doim bo'lgan. Mo'jizalar bolaligimizda ishongan mo'jizalar bor. Prosta ana shu payt sehrli tayoqcha bilan mana shunday qilganda zum o'tadi, bilasizmi? Birdaniga deb bo'ladi, amalga oshadi. Bizlar miyamizda o'ylab qo'yganmizki, ana shu bir zumda amalga oshadi. Bo'lmasa yo'q, mo'jiza yo'q deb ishonib qo'yganmiz. Yo'q, amalga oshadi. Qandaydir etap bilan amalga oshadi. Masalan, tasavvur qiling. Siz hozir mana shu uyingizda o'tiribsiz, har biringiz uyingizda o'tiribsiz. Voy, men nima desam, qandaydir jonivoringiz bo'lishini xohladingiz. Va mana filni mening oldimda bo'lib qolsa ekan dedingiz. Agar odamlarning orzusi bir paytda mana shunday o'tganda amalga oshmoqchi bo'lganda, odamlarda tayyorgarlik bo'lmar edi. Bitganingizda uyingizda yorib, devorlari pachaq bo'lib turib, fil paydo bo'lib qoldi. Mana endi gilamlaringizning ustida paydo bo'lib qoldi. Filning axlati tushib qoldi. Uni shipirdingiz, tozaladingiz. U bo'lmaydi, qarang. Sal tayyorgarlikka qarab, tayyorligingizga qarab turib amalga oshadi. Siz ichingizdagi tayyorligingizga, ha, demak mana shu yerda shunday bo'lsa, men shunday his qilaman. Demak, mana yerda bunday bo'ladi. Bo'ladi shunaqa deb turib, ana shu ichdagi tayyorgarligingizga qarab qachon amalga oshadi? Ana shu ko'proq borliq bilan muloqotda bo'lganingizda. Mana shu kechagi bergan praktikalarim ko'proq borliq bilan uyg'unlashishingiz uchun berilgan.